O'rtoqlar, avtomatik ko'rgazmasiga kelganmiz. Bu yoqdagi mashinalar bilan birma-bir hosillarni tanishtirib o'taman. Bu yoqda Mercedes-Benz, Avtotuning Ibrohim akaning avtomobillari, bu yoqda Mercedes-Benz GT63 AMG bo'ladi. Bu yoqda Mercedes-Benz GTS bo'ladi. Bu sportivniy avtomobil. Bunisi BMW qaysi model bilmadim. Bu yoqda Abrorxon akaning avtomobillari Dodge Challenger bo'ladi. Bunisi Cortez tashgan Oybek ekani Mustanglari bo'ladi. Keyingisi Dodge Challenger Inamari haydani Nodirxo'ja akaning mashinalari bo'ladi. Undan keyin turgan Nexia'ni qaranglar, diskasini aylanishini qaranglar o'rtoqlar. Undan keyin Tesla turadi va undan keyin qaranglar Mercedes-Benz turibdi. Yuring, kamerani yaqinroq olib. O'rtoqlar, Mercedes-Benz turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda o'sha choynakni qopqog'i tayyorlayotgan Jiguli 2102 avtomobili va oxirgi avtomobilimiz orqani qaranglar, Jeep Wrangler turibdi. Avtodoktor Abdulaziz akaning avtomobillari va oxirgisi o'rtoqlar Hammer EVX3 avtomobili. Mana ko'rsatib yuboraman bitta Ibrohim akaning avtomobillari. O'rtoqlar, bunaqa eksklyuziv videolarni o'tkazib olmaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib ketsanglar, bundan ham qiziqarli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz.